Ushbu taomni tayyorlashda ishlatilgan har bir masalliqda sizning ham hissangiz bor. Bugun 2026-yil 5-yanvar dushanba kuni. 2025-yil 9-oktyabrda G'azoda e'lon qilingan otash kesimga qaramay, hozirga qadar bosqinchilar tajovuzi oqibatida 400 dan ortiq inson halok bo'ldi. G'azoga qarshi bosqin va zo'ravonliklar hanuz davom etmoqda. Bugun G'azo aholisi hayotidagi eng og'ir sinovlarni boshdan kechirmoqda. Ochlik, sovuq va doimiy xavf bir vaqtning o'zida ularni qurshab olgan. Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti sifatida biz G'azo sektorida sizlarning yordamlaringiz bilan turli insonparvarlik loyihalarini amalga oshirib kelmoqdamiz. Jumladan tibbiy xizmat ko'rsatish, boshpana qurish, toza ichimlik suvi ta'minoti, oziq-ovqat yordamlari va issiq taom ulashish loyihalari. Bugun tayyorlanayotgan ushbu issiq taomlar G'azodagi bosqin oqibatida jarohat olgan va shifoxonalarda davolanayotgan bemorlarga yetkaziladi. Ushbu xayrli ishlar orqali ularga nafaqat taom, balki dalda va umid ham yetkazilmoqda. Bu loyihalarda hissa qo'shayotgan barcha saxovatli insonlardan Alloh rozi bo'lsin. المرضى اللي هي المرافقة سلامتك يا بطل. الحمد لله على سلامتك يا بطل. كيف حالك يا عمو؟